Sizlar xohlaysizlarmi, sizlar xolamaysizlarmi? Baribir ham o'zim xohlagan videoni qo'yaman. Bugun yana sizlar bilan bir kunlik vlog olamiz. Bugun reально bir kunlik. Mazza qilib uxlayman dedim, lekin oyim kelib baribir ham uyg'otdilar. Shuning uchun voqli turdim bugun. Anchadan beri pizza qilmoqchi edim, bugun qo'llarim bordi shuni qilishga. Ishonasizlarmi, ishonmaysizlarmi, faqat video uchun mazavtrik qildim. O'zimcha krutoy bo'lib ham men kofe icholmayman. Ko'chani kofesini umuman icholmayman. Biram mani durshamga mana shunaqa trivodnon masha yoqadi menga. Qolgan kofelarni bilmayman, masha yoqtirmayman. Mana shunaqa tuxum, kolbasa, sir, pomidor, mana shunaqa qarshini patrini o'zim bilan oldim. Keyin pizza qildim. Qaranglar qanaqa chiroyli bo'ldi. Uni duxovkaga tiqdim-da, keyin yana bitta narsa pishirdim. Uni videoga olmabman, к сожалению. Tez kiyinib ko'chaga chiqdim. Salgina bo'yandim, chunki baribir ham sochimga boraman, sochimni yuvdiraman, keyin kiprigimga boraman, keyin tirnog'imga boraman. O'zimni aybim bo'lgani uchun ham hamal dedim. Keyin kelib shunaqa boshimni mazza qilib yuvishdi, lekin bilmayman shampun yoqmadimi, sochim vashcha qaranglar qanaqa yopishib yotibdi, vashcha yoqmadi menga. Korzinkaga kola olaman deb kirsam, kolasi yo'q ekan, boshqa narsa oldim. Keyin tirnog'imga bordim. Birinchi shunaqa tirnog'imni qilib berishdi, chiroyli qilib. Da uylariga boraman, chunki salonda ishlamayaptilar hozir. Keyin kiprigim bilan qoshimni qildirishga keldim. Qaranglar qanaqa chiroyli qilib qoshimni bo'yashdi, kiprigim bilan roshka qilishdi. Menga rosa ham yoqdi. Kech bo'lib qoldi, keyin bistro uyga yugurdim, taksida verniy. Keyin kelsam osh qilgan ekanlar, oyim osh yeyman deb o'yladim. Keyin mayli keyin yeyman dedim. Pizza yeb turdim paka. Oyim bilan birga yeyman deb, keyin oyim yemayman dedilar. Ha mayli dedim-da, o'zim tuz olib mazza qilib yedim. Всем пока.